Assalomu alaykum. Arab tili darslarimizda davom ettiramiz. Bugungi darsimiz ba harfi bo'ladi. Sizlar bilan birga Ibrohim Muhiddin. Boshladik. Bugungi harfimiz ba harfi bo'ladi. Undan oldin satr chizig'ini chizib olamiz va o'tgan safardagi alif harfini takrorlab olamiz. Qarang. Bu nomi nima edi? Alif edi. To'g'rimi? Alif har doim bosh, o'rta, oxirgi ko'rinishlari bir xil yoziladigan harf edi. Endi ba harfi esa undan farqli holatda boshi, o'rtasi, oxiri farqli holatda yoziladi. Ya'ni qandoq? Ba harfi aslida mana bir kemachaga tasavvur qilasizlar, kemacha va tagida bir dona nuqta. Bosh qismini yozmoqchi bo'lsak, har bitta harfimizni, ulanadigan harflarimizni har bittasini bosh qismini kesib olamiz. Va undan hosil bo'ladigan chiziq hosil bo'ladi mana. O'ng tarafdan chap tarafga qarab chiziq qo'yasizlar. Ko'rib oldingizmi? Alohida bo'lishligi uchun yana ko'rsataman. Mana. Tagida bir dona nuqta bordi, chizig'i tagiga qo'yamiz nuqtani va b harfi kelib chiqadi. Bu b harfining bosh ko'rinishi. Endi o'rta ko'rinishni xuddi shu harfni o'rtaga olsak, shuni o'zi kifoya bo'ladi mana. Tagida bir nuqtasi bor. Alohida ko'rinishlari mana keldi, ulandi, keyingisiga o'tib ketdi. Ko'rdingizmi? Bu ham b, bu o'rta ko'rinishi. Ya'ni bu birinchi ko'rinish, bu ikkinchi ko'rinish deb olsangiz ham bo'ladi. Endi uchinchi ko'rinish, ya'ni asli bo'lgan ko'rinish har doim 28 ta harfimiz hamisha bosh, o'rta, oxirida bir xil b harfi bilan bo'ladi. Alfabetda yoki asli ko'rinishda qanday yoziladigan bo'lsa, oxirida ham xuddi shunday yozasiz. Alifni ham, bani ham. Ba harfini yozuvlarini ko'rib chiqdik. Endi sizlar bilan birgalikda ba harfini talaffuzini o'rganib chiqamiz. Ba harfi bir kema, aytganimdek, bir kemacha va tagida b harfi, ya'ni nuqtasi bor. Buni nuqtasi bilan ajratib olasizlar. Bunga o'xshash 5 ta harf mavjud. Ular bir-biriga o'xshaydi, shuning uchun nuqtalarga diqqat qaratasizlar. Tagida bir dona nuqtasi bor. Talaffuzi o'zbek tilidagi b bilan bir xil. Lotin alifbosida yoki kiril alifbosidagi b bilan bir xil talaffuz qilinadi. Ya'ni bu ham b, bu ham b. Faqatgina sukunli bo'lgan holatda farqli bo'ladi. O'tgan safar aytganimizdek, sukun harflarimiz mana. Bu a bo'ladigan bo'lsa, bironta so'zni a, b deydigan bo'lsak, birinchi undosh kelgan unlikni talaffuz qilamiz. Ya'ni bu a edi, bu b va harakatini qo'ysak a, b shaklida bo'ladi. Buni birozdan keyin ko'rib chiqamiz. Hozirgi o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz sukun qismi. Bunda har bitta so'zni bo'g'inlarga bo'lib to'xtatadigan bo'lsak, misol uchun ab-ro. Ab kalimasida mana ab, abi, abu tarzda bo'lmayapti, balki ab deb to'xtaymiz. Shu qismda ab bo'lganda unga sukun beramiz. Ya'ni mana bu shakldagi dumaloq bo'lgan ishora, sokin belgilisi. Va buni natijasida talaffuz ab, ib, ub tarzda chiqiladi. Ya'ni tebratish hisoblanadi. Ana endi ba harfining mashq qismiga o'tamiz, ya'ni tajriba. Ba harfi alif bilan birgalikda endi ikkita harfdan iborat bo'lgan so'zlarni o'qiy olamiz. Ya'ni bugundan boshlab so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Alif, ba birlashmasi. Bu harakatimiz a edi. Eslab olamiz. Tepada bo'lsa a, tagida bo'lsa i, agar virgul bo'ladigan bo'lsa yoki to'qqiz ishorasi bo'ladigan bo'lsa, unda u bo'lar edi. Agar b da xuddi shundoq tepada chizig'i bo'ladigan bo'lsa a, ya'ni a, b. Agar tagida bo'ladigan bo'lsa i edi, b da ham tag qismida chiziqcha bo'ladigan bo'lsa, unda i, b tarzda bo'ladi. Virgul bo'ladigan bo'lsa u edi, b qismida ham virgul bo'ladigan bo'lsa bu tarzda bo'ladi mana. U aytganimdek alif xizmatdagi harf talaffuz qilinmaydi, b esa va b dan tashqari bo'lgan barcha harflar undosh, alif ham undosh talaffuz qilinadigan harflar hisoblanadi. Bu tarzda bo'ladi, ya'ni u, bu. Endi xuddi shuni sukunli qismlarini ko'ramiz. A, b bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu yozilishi hamma narsasi bir xil. Ab, ib, ub. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, b da tebratyapman. Ub, ib, ab. Mashqini qilamiz. Ab, ib, u, bu. Ab, ib, ub. Mashq qismlarida davom etamiz. Ko'rib turganingizdek a, b, a. Birgalikda o'qiymiz. Endi mansiz o'qishga harakat qilasizlar. To'g'ri. A, b. Davom etamiz.
To'g'ri. I, B. Adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zilarimiz to'g'ri aytayapti, ba'zilarimiz adashayotgan bo'lishingiz mumkin. U holatda bu narsaga ahamiyat berasiz mana. I tegida, A tepada, bunda ham tepada ketyapti. B, A. I, B, A. Aha, to'g'ri. To'g'ri. U, B bo'ladi. Davom etamiz. Yaxshi. A da hech kim adashmayapti. B, A. A, B, A. Ya'ni A, B, B. A, B, B. Tarzda bo'ladi mana. A, B, B. Davom etamiz. Yaxshi. I, B, B. Yaxshi. I, B, B. I, B tarzda bo'ldi. Endi ikkita harf. B bilan B ni o'zi. B, B. Yaxshi. Davom etamiz. Buni men siz o'qiysizlar. Yaxshi. Bu B. Yaxshi. Birinchi bu harf B, I, B, B. Shu tarzda istagan harflarni o'qishingiz mumkin. Ko'rdingiz-a? Ikkita harfni o'rganganingizni o'zida, misol uchun abun, abu yoki ota degan so'zni bilishingiz mumkin. Yoki bab, eshik degan, babun, eshik degan so'zni bilishingiz mumkin. Yoki ma'nosi bo'lsa, ma'nosi bo'lmasa, istagan harflarni shu harflardan tashkil topgan, ya'ni alif va bdan tashkil topgan, istagan bo'lgan 10 ta so'zni o'zingiz taxminiy holatda yozasiz. I bab bo'lishi mumkin, bab bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, yozib olasiz va 5 daqiqa davomida uni takror qilib o'qiysiz. Obuna bo'lishni unutmang. Bizning darslarimiz ko'rib turganingizdek qiziq bo'lmoqda. Yanada ham qiziq bo'lishligi uchun uning uchun harflarimiz ko'payishligi va jarayonda davom etishingiz kerak va har kuni mashqlarni bajarib borishingiz kerak. Salomat bo'ling.